Hurmatli kuzatuvchilar, hammangizga assalomu alaykum, xayrli kun. Savdolarimizni boshlaverdik. Men kelgancha ancha kilim oltinlar sotilibdi, hozir ulgurdim. Trenddagi ana shu sirg'amiz o'zimi Ilzapa? Sirg'amiz o'zi sotildi, ya'ni barter bo'ldi. Oldingi modadan qolgan oltinlarni olib kelib topshirib, ana shuni olib, raznitsasini pullardan berdik. Bu pulga ko'ylak olasiz endi. Yana shu italyanskiy sipochkamiz ham sotilyapti, shoira. Yaxshi kunlarga tag'in qani kim oldi? Trenddagi narsamiz. Sipochka italyanskiy zolto. O'zim zo'r narsa oldim. 11 gramm o'shani. Brasletini ham oldim. Brasletini ham oldi va klientimiz doimiy mijozimiz. Kim ekan egasini berib qo'y. Kim bu? Yuzini ko'rsatdimiz. Oling. Yaxshi kunlarga taqin. Eng zo'r chiroyli narsa oldim. Yuziga komplekt. Yaxshi kunlarga taqish nasib etsin. Buni ham oldingizmi? 750 prova. Yaxshi kunlarga taqin. Yaxshimi, oldingmi? Nava. Savdolar yaxshi kunlarda ko'rishik.